Keling, hammasini boshidan, sekin va aniq birin-ketin ko'rib chiqaylik. Birinchi qism: aeroportdagi hal qiluvchi daqiqa. Nazokatning aeroportdagi holati juda muhim edi. U qo'lga tushishdan emas, sherigining uning haqiqiy kuchini bilib qolishidan cho'chidi. Bu shuni anglatadiki, u hech qachon hech kimga to'liq ishonmagan. U Sodiqni aldadi, bolalarni qurol qildi, yonidagilarni ishlatdi, lekin o'zi uchun hamma eshikni yarim ochiq qoldirdi. Uning sumkasi yonida qoldirilgan kichik lahza, qo'l yuvishga kirib ketishi, ichida yashirgan xavotiri shuni ko'rsatadiki, nazokat uchun munosabat degan narsa yo'q, faqat foyda va qochish yo'li bor. U sevgidan emas, hisobdan yashaydi. Sodiq esa aynan shuni tushunmadi. U ayolning mehriga emas, o'z yolg'izligidan qochish uchun yaratilgan illyuziyaga oshiq bo'ldi. O'sha kuni erta tongda nazokat o'z sumkasini yig'ishtirganida qo'llari biroz titrar edi, lekin bu qo'rquvdan emas, hayajondan edi. U yillar davomida tayyorlagan reja nihoyat amalga oshayotgan edi. U o'zining har bir harakatini, har bir tabassumini, har bir yoshini oldindan hisoblab chiqqan edi. Sodiq uning uchun faqat bir bosqich edi. Kuchli, boy, ta'sirli, lekin ayni paytda ichi bo'sh va och. Nazokat bunday erkaklarning zaif nuqtasini juda yaxshi bilardi. Ularga kerak bo'lgan narsa bu mehr emas, e'tibor. Bir ayolning ularga butunlay qarashlari. Va Sodiq aynan shu tuzoqqa ilindi. Ammo o'sha kuni xatolik yuz berdi. Nazokat hisob-kitob qilmagan narsa bu vaqt edi. U sumkasini yonida qoldirib, qo'l yuvishga kirdi. Atigi bir necha daqiqa, lekin bu daqiqalar uning butun hayotini o'zgartirishga yetdi. Chunki o'sha vaqt ichida uning eng yaqin odamlardan biri, u ishongan, lekin aslida hech qachon ishonmagan sherigi xato qildi. Yoki kim biladi, balki bu tasodif emas, balki taqdirning o'zi aralashgandir. Sumkaning ochiq qolgan joyidan bir hujjat tushib qoldi, birgina qog'oz. Ammo bu qog'ozda shunday ma'lumotlar bor ediki, ular ochilganda butun bir imperiya qulashi mumkin edi. Nazokat qaytib kelganida sumkaning joyini biroz o'zgarganini sezdi. Uning ko'zlarida bir lahzada sovuq chaqnadi. U hech narsani tashqariga bildirmadi, lekin ichi qotib qoldi. Demak, kimdir uning narsalariga teggan edi. Kimdir uni kuzatayotgan edi, lekin u qaytishga majbur edi. Orqaga yo'q edi. U yuzini to'g'rilab, navbatga turdi va chiptasini uzatdi. Ammo uning qalbida bir ogohlantirish signali chaqnab turardi. Bu safar hamma narsa odatdagidek ketmaydi. Bu safar u izsiz g'oyib bo'la olmaydi. Ikkinchi qism: kasalxona va qulash. Kasalxonadagi Sodiqning ahvoli, hushsiz yotib ham pulni tilga olishi, qo'lidan ketgan boylikni hayotidan ham ustun qo'ygani, uning ichki qulashi qanchalik chuqur ekanini fosh qildi. Bu odamning yuragini faqat xiyonat emas, pulga, egalik hissiga va kechikkan pushaymonga bog'langan butun umr ezmoqda. Uning og'zi ochilib yopilib, nimadir deb qimirlaydi. Atrofdagilar unga qarab turishadi. Ba'zilarning yuzida achinish, ba'zilarning yuzida esa ichki qanoat bor. Chunki ular Sodiqning kim ekanini, u qanday odam ekanini yaxshi bilishadi. U yiqilganiga ko'pchilik ich-ichidan xursand, lekin buni hech kim ochiq aytmaydi. Sodiqning xonasiga kirgan birinchi odam uning eng yaqin hamkori edi. Uning ko'zlari qizargan, lablari qimirlab turardi. U Sodiqning qo'lidan ushladi va dedi: "Sizga nima bo'ldi? Kim qildi buni?" Sodiq esa hech narsa demadi. U shunchaki shiftga tikilib yotdi. Uning ko'zlarida hayotdan ko'ra o'lim yaqinroq edi. Chiroq nuri uning yuziga tushib, har bir ajin, har bir qarilik belgisini ochiq ko'rsatib turardi. Shu daqiqada u o'zining barcha boyligidan, barcha kuchidan mahrum bo'lib, oddiy bir cholga o'xshab qolgandi. Ammo uning ichida bir narsa hali o'lmagan edi. Bu g'urur edi. G'urur esa eng xavfli tuyg'ulardan biridir. Chunki u odamni aqldan ozdirishi mumkin. Shifokorlar Sodiqning ahvoli og'ir ekanini aytishdi. Uning qon bosimi haddan tashqari ko'tarilgan, yurak urishi tez-tez uzilib qolayotgan edi. Ular Sodiqning yaqinlariga uni tinch qo'yish kerakligini, aks holda ikkinchi marta hujum qaytishi mumkinligini aytishdi. Ammo Sodiq tinch qoladigan odam emasdi. U hushiga kelganida birinchi navbatda pulini so'radi. Uning og'zidan chiqqan birinchi to'liq gap: "Hisoblarim qayerda?" bo'ldi. Hamma bir-biriga qaradi. Shu bir savol bilan u o'zining butun mohiyatini ochib tashladi. Uning uchun sevgi, xiyonat, og'riq, bularning hammasi bir chekkada edi. Asosiysi boylik edi. Boylik esa endi yo'q edi. Uchinchi qism: choy va zaharlangan ishonch. Haqiqatlardan biri choy masalasi bo'ldi.
Nazokat Sodiqni faqat maishiy aldov bilan emas, sekin ta'sir qiluvchi, odamni o'ziga bog'lab qo'yadigan moddalar orqali ham boshqargani aytildi. Bu oddiy ma'lumot emas. Bu butun munosabatning asl tabiatini o'zgartirib yuboradi. Demak, Sodiqning kayfiyati, ishonchi, ayolga tobora ko'proq qaram bo'lib borishi, hatto atrofdagilardan uzoqlashishi, bularning hammasi faqat hissiyot natijasi emas. Bu ongni bosib boruvchi manipulyatsiya mahsuli ham bo'lishi mumkin. Bu esa nazokatni shunchaki firibgar emas, odam ruhiyatini, tanasini, zaif joyini hisoblab hujum qiladigan xavfli o'yinchi sifatida ko'rsatadi. Tasavvur qiling, har kuni ertalab Sodiq uyg'onganida nazokat unga bir piyola issiq choy olib kelardi. U tabassum qilardi, mehr bilan uzatardi. Ba'zida o'zi bir qultum ichib, juda yaxshi, ozgina asal qo'shdim deb qo'yardi. Sodiq esa bu tafsilotga hech qachon e'tibor bermasdi. U shunchaki choyni maqtardi, xotirjam bo'lishini shu ichimlik bilan bog'lardi. Tomoshabin sezmagan bo'lishi mumkin, lekin aynan mana shu xotirjamlik keyinchalik uning qulflangan tafakkuriga aylangan. U har gal choy ichganidan keyin o'zini yumshoq, sokin va ishonuvchan his qilardi. U nazokatga tobora ko'proq bog'lanib borardi, atrofdagilardan shubhalanardi, lekin uning ayolidan emas. Chunki u choy bilan birga unga sepilgan sehrni bilmas edi. Hatto bir kuni Sodiqning uzoq yillik do'sti uning yoniga kelib, "Bu ayol haqida nima bilasan? U qayerdan kelgan? Kim bilan uchrashgan?" deb so'radi. Sodiq esa unga jahl bilan qarab, "Mening xotinimga til uzatma. Agar yana bir og'iz gapirsang, seni ko'rmayman" dedi. Do'sti indamay chiqib ketdi. U Sodiqni taniyotgan edi. Bu odamning ko'zi shu qadar ko'r ediki, hech narsa uni uyg'ota olmasdi. Hech qanday dalil, hech qanday guvoh, hech qanday mantiq ishlamasdi. Sodiq bir marta bir narsaga ishonib qolsa, uni o'ldirishdan boshqa hech narsa bu ishonchni sindira olmasdi. 4-qism. Bolalarning qo'lga olinishi va haqiqatning ochilishi. Bolalarning ushlanishi esa butun sujetni yangi bosqichga olib keldi. O'g'ilning avval rad etib, keyin bank kartaga o'tkazilgan pullarni tan olishi shuni ko'rsatdiki, nazokat orqasini tozalab ketadigan darajada makkor bo'lsa ham, bu safar juda katta o'ljaga berilib, ehtiyotkorlikni yo'qotdi. Politsiyachilar ularning uyiga bostirib kirganlarida o'g'il ilk bor hayotida onasining yig'laganini eshitdi, lekin bu yig'i haqiqiy emasdi. Nazokat o'z bolalari oldida ham o'ynardi. U yig'lab, "Bolalarim, men sizlarni sevaman, hech qachon sizlarni tark etmayman" dedi. Ammo bir necha soatdan keyin u allaqachon aeroportga yo'l olgan edi. Barmoq izlari, soxta pullar, bank yacheykasi, aeroport ro'yxati, bir nechta ism-shariflar, bularning hammasi endi bir-biriga ulanayotgan zanjir. Ayniqsa qizining onasi haqida gapirib berishi juda muhim. U ayolning turli ism bilan yurishi, boy erkaklarga tegib, mol-mulkni o'z nomiga o'tkazishi, keyin bolalarni ham o'sha uylarga joylashtirib, tizimli ravishda so'rib yashashi aytilgani bejiz emas. Demak, biz oldimizda birdan paydo bo'lgan romantik fitna emas, yillar davomida sayqal topgan oilaviy jinoyat mexanizmini ko'ryapmiz. Eng fojialisi, bu bolalar ham onaning mehridan emas, uning jinoyatidan tarbiya olgan. Ular qo'lga tushganda ham birinchi instinkt haqiqat emas, qochish bo'ldi. Bu esa nazokat qanchalik chuqur chirigan muhit yaratganini ko'rsatadi. O'g'il so'roq xonasida o'tirganida uning qo'llari qaltirardi. U 20 yoshda edi, lekin ko'zlari qari odamnikiday charchoq bilan porlardi. U politsiyachiga qarab dedi: "Onam hech qachon bizga yomonlik qilmagan. U faqat yashashni xohlardi. Sizlar uni tushunmaysizlar." Politsiyachi esa unga qat'iy ohangda javob berdi: "Sening onang 7 nafar erkakning hayotini buzgan. U ularni aldagan, ularning pullarini o'g'irlagan va ortga qaramay ketgan. Va eng yomoni, u senga va singlingga bu yolg'onni sevgi deb o'rgatgan." O'g'il indamadi. Uning yuziga tushayotgan soyaning ichida birinchi marta haqiqatning og'ir yuki o'tirgandek bo'ldi. 5-qism. Atrofdagilarning munosabati va ma'naviy hisob-kitob. Sodiq atrofidagi odamlar reaksiyasi ham juda kuchli yozilgan. Kimdir achinadi, kimdir ichida "bu ham jazo" deydi, kimdir esa ko'pdan beri ogohlantirganini eslaydi. Bu yerda muallif juda og'riqli savol beradi. Zulm qilgan, odamlarning hayotini buzgan, o'ziga tobe qilgan odam yiqilganda unga rahm qilish kerakmi yoki bu ilohiy hisob-kitobmi?
Ayniqsa kasalxona sahnalarida shu ma'naviy taranglik baland sezildi. Sodiqga nisbatan nafrat ham bor, achinish ham bor, lekin hech kimning hissi toza emas. Chunki u faqat aldanmagan, u ham ilgari ko'p yuraklarni sindirgan, ko'p odamlarni siqqan. Shu sabab uning bugungi fojiasi ikki qirrali chiqmoqda. U qurbon ham, o'z qilmishlarining mahkumi ham.